Shadvati demang. Talakat. Aka, mahallada ichida turgan mashinani uryapsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, ming bor uzr, telefonga chaqirib ko'rmay qolman. Xo'p, nima qilamiz endi buni? Xos. Mana $200 aka. O'zingiz to'g'ri olasiz. O'tda shoshotdim aka. Motor uchun mayli faqat. Uzr aka. Nimaga kulyapsan? O'rtoq, sen kelishingdan oldin kelining telefon qiluvdi. Alo. Assalomu alaykum. Onasi. Adasi bilaman, hozir sharoitimiz unaqa yaxshi emas, lekin oyijon dorilarini olmasangiz bo'lmaydi. Vaqti-vaqtiga kuniga ishlari kerak. Faqat siqilib qolmang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Tushundim. Xo'p, rahmat. Oboraman. Sendan boshqa kim yordam beradi menga? O'zing yetqaz. O'rta dori $150 turadi. Banfir bo'lsa 2000 so'mga tuzalar. Ortig'i bilan berdi.